Hozir sizlarga bloknot uchun bitta zo'r ideya beraman. Bu bloknot bizada yozgi ta'til uchun bo'ladi. Bloknotni ochganda birinchi betni tashlab ketamiz, buni o'zimizga keyinchalik bezatib qo'yamiz. Keyingi varoni o'rtasiga biz stodel na lето deb yozamiz. O'zbekchada esa yozda qilinadigan 100 ta ish. Birinchi bo'lib qalamda, keyin qora ruchka chizsanglar akkuratni bo'ladi. Keyin esa biz 1 dan 100 gacha bo'lgan sonlarni yozib chiqamiz. Ularni просто xohlagan joyda yozsanglar bo'ladi. Главное, чтобы sig'di. Keyin esa biz bu sonlarning oldiga 100 ta ish yozamiz. Birinchi martadan sizlar 100 ta ish yozolmaysizlar, chunki men o'zimda ham bu narsa 50 ta chiqdi, shuning uchun sekin o'ylab yozinglar. Endi esa obязательно bu joyni bezatamiz. Bu ideyamiz tayyor bo'ldi. Endi keyingi varog'ga o'tamiz. Bu bizada qadamlar trekkeri bo'ladi, ya'ni jadval. Men tepasiga ruchkada shagi deb yozdim va pastga keyin jadval qotganda yonmachasiga 10 ta, pastmachasiga esa 3 ta jadval chizamiz. Jadval tayyor bo'lgandan keyin biz tepasiga kun, shagi va 4000, 6000, 10000 deb yozib ketamiz. Va to'ldirayotganda shu rasmga o'xshagan narsa paydo bo'lishi kerak. Keyingi betida esa bizda выпечка, ya'ni pishiriqlar yozamiz. Tepasiga o'zbekchada pishiriqlar deb yozsanglar bo'ladi, men ruschada выпечка deb yozdim. Bu narsani to'ldirayotganda pastga pishirmoqchi bo'lgan narsalarning nomini va uni retseptini yozasizlar. Keyin oldiga esa rasmni chizishingiz mumkin yoki yopishtirishingiz mumkin. Va keyin rezultati sizda shunaqa o'xshagan narsa paydo bo'lishi kerak. Qolgan varaqlarga 100 ta ishdan qaysi birlarini qilgan bo'lsangiz, o'shalarni yozib chiqasizlar. Ularning sanasini, ishi qotganda nimalar bo'lganini, bloknotim to'lganda sizga obязательно obzorini qilib beraman. Shuning uchun menga obuna bo'lib ketinglar. Всем пока.